Assalomu alaykum. Yana biz bugun pul tejashni, pul ko'paytirishni usullarini bosqichma-bosqich davom ettirmoqchiman. Chunki hayotimizni yaxshilash har bir insonning orzusi, hayotini yaxshilab yashashga har bir inson haqli deb hisoblayman. Shu uchun hurmatli mana shu hozirgi hayotda yashab, bozor iqtisodiyotini boshdan o'tkazayotgan har bir fuqaromiz yoki har bir inson o'zi quyidagi narsalarga amal qilsa, qiyinchiliklardan chiqib ketish yo'lini oson topib oladi. Chunki o'sha eskidan ham gap bor. Mehnatdan kelsa boylik, turmush bo'lar chiroylik. Lekin boylikni topish oson bo'lishi mumkin. Uni sarf xarajatlarni hisob-kitobsiz, xudo-behudaga yo'qotish esa juda katta qiyinchiliklar keltirib chiqaradi. Mana jamiyatimiz juda jadal rivojlanib ketyapti. Ko'p insonlar chet ellarda borib ishlayapti, qancha qiyinchiliklarni ko'ryapti, yoki og'ir kasalliklarga uchrayapti, boshqa holatlar kelib chiqqanini mana shu hayotda ko'p ko'ryapmiz. Shuning uchun mening niyatim mana shu har bir inson o'z o'rnida, o'z joyida yoki mana shu o'z mehnatini qiyinchiliksiz yoki topgan mablag'larini o'z o'rnida saqlaganda mana bu hayot berayotgan hayotda ketayotgan rivojlanishlardan orqada qolmasdan ular ham oldingi qatorlarda bo'lib sog'lom turmush tarzi orqali juda katta muvaffaqiyatlarga erishishi mumkin. Men shu uchun hurmatli aziz do'stlar, men sizlarga mana shu avvalambor dankasalikni, ko'p kishilar dankasa, uyda qarayman, hammasi ishsiz, boshqa holatlarda yursa ham birorta ish bilan shug'ullanmaydi. Chunki nima emish, hech qayerda ish yo'q, oylik yo'q degan gaplarni bahona qilishadi. Lekin mana bizga Xudo bergan tomorqamiz bor, yerimiz bor. Bir qarich yerdan unumli foydalanib, harakat qilib, agar inson doimiy harakatda bo'lsa, hamma narsaga erishish mumkin. Bu ham pulni o'sha oilaga keladigan daromadni oshirishiga, oila mablag'ini rivojlantirishiga sabab bo'ladi. Shu uchun mana shu pul ko'paytirishning usullaridan biri deb hisoblayman. Shu mehnat ham, mehnatdan kelsa boylik, albatta o'zi qiynalmasdan turmushda yaxshilik ko'radigan insonlar ko'payishini xohlayman. Shu uchun hurmatli do'stlar, mana shu sog'lom turmush tarzi kanali orqali o'zlaringiz ham mana shu narsalarga ahamiyat berib, ham o'zingiz sog'lig'ingizni asrab, ham oilangizga katta daromad keltirib, mana shu qiyinchiliklardan osongina qutulib ketishlaringizni so'rab qolaman. Xayr, salomat bo'linglar. Ishlaringizga omad, Xudo yor bo'lsin. Mayli davay. Xo'p.